biz tushunishimiz kerakki, bu yil kimda agar pulda juda katta yetishmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, tushunish kerakki, siz o'zingizni hayotingizni markazida yashamadingiz. O'zingizni hayotingizni markazida yashamaganligingiz uchun sizda hayot oqimidan sizga pul berilmadi. Va siz misol uchun agar ijtimoiy tarmoqlarni ko'p kuzatadigan bo'lsangiz, demak o'zingizni hayotingizni markazidan, o'zingizni o'qingizni oldidan ketib qolib turib, hattoki ularni kuzatmasangiz ham qaysidir insonlarni gapirganda u insondaqa bo'lishga xatti-harakat qilish natijasida yoki o'sha inson bilan o'sha insonlarga o'xshashga harakat qilgan paytingizda siz o'zingizni eng kerakli bo'lgan, bu hayotga kerakli bo'lgan jihatlaringizni o'ldirib qo'yapsiz. O'zini markazidan uzoqlashib ketgan insonlarda pul bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bu yil nihoyatda ko'p bo'ldi. Bu shuni bildiradiki, siz o'zingizni hayotingizni oqimida yashamadingiz. Hayot oqimi, hammamiz hayot oqimini atrofida bo'lamiz. Hayot oqimini markazida bo'lamizda. Hayot oqimini markazidan inson chiqib qolgan paytida sizni hayotingizda pul bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar kuchayib ketadi. Nima qilish kerak bunaqa paytida? Sizlarga vazifa beraman. Mana shu narsani qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Vazifa beraman. Daftar ruchka olasizda, bitta daftar ruchkaga bu hayotda mani erishgan yutuqlarim mavzusida, bu hayotda mani erishgan yutuqlarim mavzusida siz 3500 ta yutuqlaringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Tug'ilgan paytingizdan hozirgi oningizgacha. Mana shunda siz avtomatik hayotingizni oqimini o'qiga tushib olasiz. Tushunarlimi shu yerda? Buni yil oxirigacha bajarsangiz bo'ladi. Keyin o'sha yil oxirigacha ulgurmasangiz, undan keyin ham bajarsangiz bo'ladi. 3500 ta bu hayotdagi mani yutuqlarim mavzusida siz o'zingizda 3,5 mingta 3500 ta yutuqingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Mana shunda siz o'zingizni hayotingizni markaziga, hayotingizni o'zini o'qiga tushib olasizda. Boshqalarni hayotiga ulanib qolgan qismlaringiz to'g'ridan to'g'ri o'zingizga ulanadi. Boshqalarni markaziga o'tib qolgan jihatlaringiz to'g'ridan to'g'ri o'zingizni nuqtangizga ulanadi. Shunaqa darajada bu holat sizdan yig'i ko'rinishida kelishi mumkin. Bu holat sizdan qanaqadir tashakkurlik ko'rinishida kelishi mumkin. Shunaqa darajada o'zingizdan uzoqlashib ketganligingizni, boshqalarni hayotini illyuziyalari bilan yashashda davom etayotganligingizni ko'rasiz. Agar hayot oqimiga 2026-yilda pul bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bo'lmasin desa, siz birinchi o'rinda o'zingizni oqimingizga kelib olishingiz kerak bo'ladi va bunda siz 3500 ta mani yutuqlarim mavzusida o'zingizni hamma yutuqlaringizni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bunga men agar primer qilib keltiradigan bo'lsam, sizga primer qilib keltirishim mumkin. Bu ayol bu kishi bo'lib tug'ilganligingiz, misol uchun yutug'i bitta, maktabda a'lo baholarga o'qiganligingiz, farzandlaringiz, turmushga chiqqanligingiz, qanaqadir nimalardir olganingiz, qayerdadir o'qiganingiz, nima xatti-harakatlar sizni qo'lingizdan keladi, qanaqa harakatlarni olasiz, o'shalarni hammasini polностью yozib chiqasiz. Bu hayot oqimiga sizni kirib olishingizga yordam beradi. Tushunarlimi qizlar shu joygacha? Rahmat. Juda zo'r tushuntirdingiz. Missiyam bilaman, lekin o'xshamasa-chi degan qo'rquv bor. Hayot markazingizdan chiqib ketasiz. O'xshamasa-chi, bo'lmasa-chi deganda. Ruh sizga davay qil, o'xshaydi. Sen shu missiya uchun kelgansan deb sizga gapirayotgan bo'ladi. Siz esa yo'q, bo'lmas meni missiyam, menga boshqa missiya beringlar. Umuman boshqa missiyam deb aytayotgan bo'lasiz. Bu ham
javobgarlikni olmaslik hisoblanadi. 2026-yilda javobgarlikni olmagan insonlar uchun yanayam ko'proq qiyinchiliklar olib keladi. Sababi 2026-yilda javobgarlikni olmaslik, yana bu bola pozitsiyasida bo'lish, bu sizni yana ko'p bo'lgan cheksiz imkoniyatlaringizni yopib qo'yadi. Bola pozitsiyasida harakatlana olmaysiz, chunki yil sarhisobi bo'yicha 2026-yil bir raqami bo'lyapti. Ruhda asosiy vazifasi. Ruhda asosiy vazifasini siz bola pozitsiyasida javobgarlikni o'zingizga olmagan paytingizda bajara olmay qolasiz va har doim har bitta sizni o'zingizga kerakli bo'lgan javoblarni, har doim siz qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni faqat o'zingiz ichingizga sho'ng'ib, ichingizdan javob olib, ularni amalga oshirish yili hisoblanadi. 3500 ta yozgan paytimizda biz hayot oqimiga kirib olamiz. Biz hamma hayotimizda bo'layotgan vaziyatlar, qiyinchiliklar, muammolar hayot oqimidan tashqariga chiqib ketganligimiz uchun, o'zimizni hayotimizda yashamayotganligimiz uchun bizni hayotimizda sodir bo'lyapti. Davayte boshqalarning hayotidan uzilib turib, boshqalarning hayotidan chiqib turib, o'zimizni hayotimiz oqimiga kirib olaylik. O'zimizni hayotimizga kirib olishimiz uchun biz hamma yutuqlarimizni bu hayotga kelib erishganlarimizni eslab chiqishimiz kerak bo'ladi. Eslamaganingizcha, yozmaganingizcha siz boshqa oqimga ulanasiz. Boshqani markazida bo'lib qolasiz. Boshqani markazida bo'lgan paytda siz hayot oqimidan tashqariga chiqib ketib qolasiz. Hayot oqimi bu hayotda agar siz o'zingizni vazifangizni bajarsangiz, o'zingizni oqimingizda tursangiz, o'zingizni bu hayotda hech kim bilan solishtirmasangiz, aynan hayot oqimini siz oqimda turasiz va oqimdan to'g'ridan to'g'ri siz butun hujayralaringiz bilan kerakli bo'lgan hamma energiyalarni ola olasiz. Kerakli bo'lgan hamma energiyalarni siz ishlata olasiz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan. Shuning uchun siz uni eslab chiqishingiz kerak bo'ladi. Boshqalarning oqimiga shunaqa darajada ulanib ketdiki insoniyat. Endi u oqimda tursangiz, siz bo'ldi. Hamma muvaffaqiyatni, omadni, hamma narsasi o'zingizdan tashqarida oqib o'tadi. Muvaffaqiyat, omad, sehrgarlik, cheksiz energiya, sog'lik hammasi mani tanam orqali oqib o'tishi kerak. Mani tanam orqali oqib o'tish uchun hayot markazida men turishim kerak. Raz men hayot markazida turmadimmi, men hayot markazidan olib otvoradi meni. Otni ustida ot meni tepib yuborganidek. Ya'ni men otni haydashni bilmasam, otni ustida nima xatti-harakat qilishni bilmasam, otni men jilovlashni bilmasam, ya'ni kerakli paytida to'xtatishni, kerakli paytda unga tezlik berishni bilmasam, men ot meni o'zini ustidan uloqtirib yuboradi. Xuddi hayot oqimi ham mana shunday. Siz uni bittalab eslab chiqqan paytingizda shunchalik darajada boshqa insonlarni hayotiga berilib ketib, o'zingizni asosiy hayotingizni qoldirib yuborganligingizni ko'rishni boshlaysiz. Mana shuning uchun ham nihoyatda muhim bu vazifani bajarish. Agar 2026-yili to'g'ridan to'g'ri hayot oqimini o'rtasida turaman desangiz, siz demak bu vazifani bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu hayotda tug'ilgan paytingizdan boshlab hozirgi oningizgacha 3500 ta yutuqlarni yozasiz. 3500 ta yutuqlaringizni yozasiz. Qanaqa yutuq bo'lishidan qat'iy nazar, hamma yutuqni yozasiz. Nima esingizga kelsa hammasini eslab yozasizda, oqimga kirasiz. Keyin oqimga kirdingizmi, bo'ldi, bu oqimdan pul o'tadi, bu oqimdan sog'liq o'tadi, bu oqimdan energiya o'tadi. Hamma narsa bitta daftar tutinglar bunga, bu vazifa. Xo'p. Yutuqlar yoziladi faqat. Biz o'zimizni haddan ortiq solishtiramiz. Biz o'zimizni haddan ortiq yerga uramiz. Biz o'zimizni haddan ortiq o'zimizdan ko'p narsalarni talab qilamiz, o'zimizga ko'p shartlarni qo'yib tashlaymiz. Biz talab, shartlar qo'yib tashgan paytimizda, solishtirgan paytimizda yoki o'zimizdan umuman ko'nglimiz to'lmagan paytida biz hayot oqimidan avtomatik chiqib ketamiz. Spiral energiya bor. Hamma joyda aylanib yuradi hayot oqimi. Kim o'zini hayot oqimida bo'lgan bo'lsa, ana o'sha insonlarda pul ham bor. Kim o'zini hayot oqimida yurgan bo'lsa, muvaffaqiyat ham bor. Hayot oqimida yurganlarda munosabat savoli ham hal bo'lgan.
hayot oqimida yurganlar ham qanchalik darajada o'sha sog'liq savollarini ham hal qilgan. Ya'ni hayot oqimida bo'lgan paytingizda siz hamma energiyani avtomatik to'g'ridan to'g'ri u oqimdan olasiz siz. Hamma energiyani tashqariga, hayot oqimidan tashqariga chiqib ketgan paytingizda siz ololmay qolasiz. Hayot oqimida bo'lganida siz o'sha hayot bilan bir uyg'unlikda, bir garmoniyada bo'lasiz. U bilan bir hamohanglikda xatti-harakat qilishni boshlaysiz. Va oiladagi mana shu er-xotin munosabatlari, farzandlar bilan kelishmovchiliklar, pul janjallari, qarzdorlik, kreditlar va sizni hayotingizdagi ixtiyoriy muammolar siz hayot oqimidan tashqariga chiqib ketganligingizni bildiradi. Bizga juda muhim hayot oqimiga kirib olish. Hayot oqimiga kirib olish uchun bugundan boshlab siz уже 3500 ta o'zingizni yutuqlaringiz yozishingiz kerak. Nomer qo'yib yozasiz, yig'lab yozasiz, eslab yozasiz. Qanchalik darajada siz o'zingizdan uzoqlashib ketganligingizni ko'rasiz siz bunda. Tushunyapsizmi? O'zingizga qaytadan ulanib olishga, o'zingizga qaytadan butunlay o'sha oqimga kirib olishingizga shans berasiz siz bu bilan. Bu energiya sizni butun bir umringizni oxirigacha hal qiladi.